Xo'p, keyingisi qiziljonlar, bizda yana shunaqa qozonchali nabor bor. Bu silikonoviysi qizlar. Juda ham zo'r, kompaktni ishlatishga, depilyatsiyaga o't-bo'tga chiqa olmasanglar, misol uchun o'zingiz depilyatsiya qilishga qiynalsanglar, bemalol shu nabordan olib ishlatsanglar bo'ladi. Buning ichida mana qaranglar, o'zini silikonoviy qozonchasi bo'ladi. Mana simlari bilan chiqadi qizlar. O'zini mana shunaqa granulalari bilan beramiz qizlar. Yoniga o'zini shpatillari. Bu esa depilyatsiyadan oldin sepadigan losyoni, og'riqni kamaytirish uchun bu losyonni sepib, ketidan talq surasizlar. Talq surib, keyin bemalol uy sharoitida xuddi salonga chiqqandek o'zingizlarni depilyatsiya qila olasizlar qizlar. Chiqishga vaqti yo'qlar, uyaladiganlar bemalol shu qozoncha nabordan